Sharqi Turkistondagi tutqunlardan 2 milliondan ko'payganining Xitoyning ichki o'lkalarga yetkazganligi bildirildi. Tayvan Sharqi Turkiston do'stlik jamiyatining tadqiqotiga asoslanganda, Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda turma va lagerlarda naq tutib turilayotgan Uyg'ur va boshqa turk millatlardan 2 milliondan ortiq kishini Xitoyga yetkazish ishini tamomlab bo'lgan. Xitoyning yaqinqi 3 yildan buyon Sharqi Turkiston xalqidan 5 milliondan ortiq kishini qolgancha tutqun qilganligi 2018-yilning 2-yarmidan boshlab ularni turkumlab Xitoyga yetkazayotganligi ma'lum. Türk hakkerlardan tarkib topgan Ay Yulduz hakkerlar guruhi Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan zulmga norozilik bildirish uchun Xitoy tor betlariga hujum qildi. Mazkur guruhning Sharqi Turkistondagi zulmga norozilik bildirish uchun Xitoy hukumatiga qarashli ba'zi tor betlariga hujum qilganligi bildirildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'ng yig'inida Angliyaning Hind okeanidagi Chagos taqim orollarining kontrolligini 6 ay ichida orol davlati Mauritiusga o'tkazib berishi talab qilingan qaror qabul qilindi. Afrika davlatlari tarafidan 193 a'zosi bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'ng yig'iniga sunilgan qaror loyihasi 116 davlatning qo'llashi, 56 davlatning ovoz berishdan voz kechishi bilan qabul qilindi. Angliyaga qarshi chiqqan bu qarorga faqat Amerika Qo'shma Shtatlari, Isroiliya, Vengriya, Maldiva ve Avustralya'dan ibaret 5 devlet Angliyani qo'lladi. Angliya 1814 yildan buyon kontrol qilib kelayotgan Mauritiusga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining besimi bilan 1968 yili mustaqillik bergan bo'lsa-mu, lekin 3 yil burun Chagos taqim orollarini Mauritiusdan ayirib kontrolliga ostiga olgan edi. Bermaning Arakan o'lkasida etilgan top o'qi natijasida bir balani o'z ichiga olgan 2 kishi hayotidan ayrildi. Berma armiyasi doiralari tarafidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, Berma armiyasi tarafidan etilgan top o'qi musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan Olakyo yesidagi bir uyga tushgan. Vaqada 8 yoshli bir bola bilan dadasining o'lganligi, shu oiladagi 15 yoshli bir bolaning yaralanganligi bildirildi. Saudiya Arabistonining orasida dаңliq islom olimi Salman al-Avdami bor bo'lgan va navbatda tutib turilayotgan 3 olimni Ramzondan keyin o'lim jazosi ijro qilishga tayyorlanayotganligi o'tirg'i chiqdi. Angliyadagi O'rta Sharq ko'zi to'rining 2 hukumat amaldori va olimlardan birining tuqqanlaridan naql qilib bergan xabarda aytilishicha, Saudiya Arabiston 2017-yili tutqun qilingan olimlardan Salman Avda, Xotib Avod al-Karni va diniy televiziya programma riyosatchisi Ali al-Umarga Ramzon oyidan keyin o'lim jazosi ijro qiladi ekan. Amerikaning Suriya alayida elchisi James Jeffrey Turkiyaning Suriyaning shimoliy xavfsizlik rayonini qurish talabi haqida to'xtaldi. U xavfsizlik rayonining 30 kilometr bo'lishi haqida kelishga tirishayotimiz. Rossiya va Turkiyaning Suriyada Amerikaga qarshi hamkorlik o'rnatganligiga ishonmaymiz dedi. Turkiyaning talabiga hali ham ijobiy inkos qaytarmagan Jeffrey 30 kilometr quralaydiganligimizga ishonmayman dedi.